Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede Sıdıka Curuzi. Leksiyede Sıdıka Curuzi. Bugünkü leksiyemizden mavzularımındır. Amerika matbuatları, Amerika Cumhuriyeti bulungu kıstap koydu. Dedi mavzulu haberler yığındisi 7. ayının 7. günü Doğu Torbiyeti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Irak uruşu doğrusudur da kılat. Amerika'da çoğun saylam ve Cumhur Kompartiyasının hükümranlığı, Hillary Hanım poştu yollanması meselesi, Prezident Obama'nın Afganistan'dan asker çekindiriş keçiktirişi, Cenubi Deniz doğrusudur hüküm, Amerika harbiy parxotlarının Hwangyandaw arlığa kıstap gelişi, qatarlıq məsələ bugünkü Amerika mətbuatlarında başlıqda xəbər qılınğan məsələ oldu. New York Vaqt gazeti başlıqda xəbər qılıb mundaq görsətdi. Angliyada alaqadar tərəflər 7 yıl vaqt sərf qılıb, yazıb tamamlayan 260 bətlik dokladның təğuçi Angliyanın sabiq vəziri Belayer'e qartıldı. Bu doklad Irak uruşu qanda qo'zg'aldi degan masala bo'yicha tayyorlangan doklad ekan. New York Vaqt gazeti 7. ayının 6. günü Hillary Hanım'ның poçtu yollanmaları ve kanun, belki gayri siyasi katlamdaki aniqlik derecesi mavzulu haber ilan qilib, Federal Tekshirish idorasining Hillary Clinton'ni ayblamaslik to'g'risidagi qarori to'g'ri bo'ldi. Onun xatarlik hareketlerini tanqidlashma to'g'ri bo'ldi deb ko'rsatdi. Bu masala vatandaşlarımızga ayan ki Hillary Clinton hanım o'zi sobiq davlat ishlar kotibi bo'lib turgan mezgillarda davlatning ishlarini, hukumatning ishlarini o'zining shaxsiy blogi orqali bejirgan ishlarmi bo'lgan ekan. Endi darsi qanchalik biz bu tarafi bizga noma'lum. Bugun Federal Tekshirish idorasi buni bir savallik yoki xatolik deb bekitdi. Demek bu karar to'g'ri bo'ldi dedi. Savalli xatolik, hargiz jinoyat emas deb bekitdi. Buni New York Vaqt gazeti to'g'ri qaror bo'ldi deb xulosaladi. Washington pochtasi 7. ayının 6. günü Prezident Obama'nın Afganistan'daki askeri kısımlarını çekindirishni kechiktirganligini to'g'ri bo'ldi deb yozdi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Prezident Obama'nın Amerika armiyasının kuchini yo'qqa ko'targanligi to'g'ri bo'ldi. Bundaq bo'lganda keyingilarmi bu ishlarga varislik qila oladi. Masalan, Afg'onistondagi askarni kechiktirib chekindirmoqchi bo'ldi. Bu Amerika armiyasining kuchini yo'qqa ko'targanlik bo'ldi deydi. Amerika Dengiz Armiya Vaqt gazeti 7. ayının 6. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın 3 tane qo'g'lug'uchi parxoti o'tgan 2 hafta ichida Hwangyandaw arlig'i va Jungu tizginlab turgan Janubiy taqim orollarga hada tashlag'i yetib kelib, yaqinlashib, Junguga irodasini ko'rsatdi. Ammo Amerika harbiy taraf harakat qilgan yerdan tafsiliy xabar qilishni rad qildi. Hamda Jungu nima signal tarqatganligini oshkorlashni rad qildi. Xabar mundaq ko'rsatildi. 14-20 deniz miligacha bu o'lcham intayin muhim. Agar Amerikaning harbiy parxotlari bu orollarga 12 deniz miligacha ishkirlab kiradigan bo'lsa, chorlash erkin qatnashga o'zgarib ketadi. Undaqda Amerikaning harbiy parxotlari boshqa davlat territoriyasi hisobida jakarlagan suv yuzida erkin harakat qilganligidan derak berdi. Başkalar mening territoriyam degan suv yuzida Amerika armiyasining erkin harakat qilganligidan derak berdi. Oldingi shart shuki Amerika armiyasining yuqori qatlamining tasdiqini olish kerak. New York Vaqt gazeti Janubiy dengiz to'g'risidagi qarorning haqiqiy sinoqlari mavzuliq maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungu qo'shni davlatlar va Amerikaning qarshi turishiga qaramay, Janubiy dengizda qatar orollarni yasadi ve bu orollarga radar o'rinlashtirdi ve bu orollarda aeroplan yuguradigan yo'llarni yasadi.
Agar Gaaga soti halkılık meselelerde Filipin'e faydalı karar çıkardıgan bolsa, u halda Jungo'nun reis Xi Jinping müdafiye halatida turishga mecburlangan bo'ladi. Agar Gaaga soti şu kararını ilan kılsa, reis Xi Jinping müdafiye'ye o'tgan bo'ladi. Yoki boshqalar ansirganga o'xshash reis Xi Jinpingni bulunga, tamga qistab qo'yadi. Bunda qilish ba'zi Jungo'liklarni xotirjamsiz qiladi. Cümleden xususiy so'rinlarda hukumatning tashqi siyosatini tanqidlagan mutaxassislarni ular mundaq deyishgan edi. Amerika bilan raqobatlashish jarayonida Jungo axloqiy yuksaklik tuturishdan voz kechdi deyish tanqidlagan. Demak, Jungo bu qatimqi voqeada axloqiy yuksaklik turamasa, Gaaga sotining qarorini qabul qilmasa, ya'ni uningdan keyin o'zining qilmishini davomlashtiradigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi Jungoni bulonga qistab qo'yadi, deydi xabarda.